Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, Pritsep ishqibozlari. Navbatdagi pritsepimiz ham davom etyapti. Bu pritsepimiz razmeri eni 2 metr, uzunligi 480. Balonlarimiz Cobalt balondan, diskalarimiz 15. Risollarimiz traktor teleskasining risollaridan, o'slarimiz Rossiyskiy birovoy turbadan. Listlarimiz ikkiligi list. Mana joydagi ramalarimiz konteynerda 10 ga 5 bozidan bo'lyapti. Bu asalari uchun pavilyon. Buni xudo xolasa ertaga ustki tepa qismini boshlaymiz. Mana materiallari kelgan, listlari, plankalari kelgan. Bu joyda traktorda qishloq xo'jalik texnikasi bo'lyapti. Buni ham razmeri 90ligi borib 76, mana shunday razmerlarga surilib o'sha urug' ekadigan bo'lyapti, bilasiz. Nomini aniqini bilmayman, razmerlarni berib ketishdi, tizmalar bilan tayyorlab beryapmiz. Har xil pritseplar bo'lsa, zakaz beraverasizlar, tayyorlab beraveramiz chiroyli qilib. O'zbekiston barcha viloyatdan zakaz qabul qilib. Pritsepimiz razmeri eni 2 metr, uzunligi 480. Mana shu nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Bu vagonimiz ham xudo xolasa 100% tayyor bo'ldi. Bu joyi oyna bo'ladi. Bu tarafda ham shunaqa oyna joyi bor. Razmeri eni 220, uzunligi 4,5 metr. Cho'pon akalarimiz uchun juda ham bir qulay vagon. Narxi 30 million so'm. 30 million so'mga tayyor bo'ldi Toshkent viloyatiga. Mana bitta pritsepimiz yana bitgan. Xudo xolasa buni ham egasiga jo'natib beramiz chiroyli qilib. Panjarasining balandligi 1 metr, bortining balandligi 38-40 atrofida chiqadi. Pritsepimiz razmeri eni 190, uzunligi 3,5 metr. Bu pritsepimizda ham silindr shlankalari montaji bo'lgan, elektr chiroqlari tayyor bo'lgan, hammasi yonadi. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Bu pritsepimiz mini traktor uchun tayyorlangan pritsep bo'ldi, Andijon viloyati Asakaga. Panjaralar to'ralasi 4 tarafga olinadi va ochiladi. Bortlari ham to'ralasi ochilib olinadigan bo'ldi. Mini traktor uchun tayyorlangan pritsep 10 ga chapga ag'daradi. O'zbekistonda barcha viloyatdan zakaz qabul qilamiz va zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Ertaga kunduz ham to'liq videosini chiqarib beramiz. Bu pritsepimiz razmerlari ozgina kattaroq bo'ldi standartdan ko'ra. Elektr chiroqlari ham yonadi. Xullas, o'slar Rossiyskiy birovoy turbadan bo'ldi. Stupitsa diskamiz 20 bo'lganiki, materiallarimiz hammasi konteyner materiallardan. Bu pritsepimiz ham xudo xolasa evakuatorga yuklash jarayonlarini ham ko'rsatib, xudo xolasa egasiga yetib borgandan keyingi videolarni ham qo'yib ko'rsatamiz. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, ekranga nomer qoldiramiz. O'zbekiston barcha viloyatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Bizda akalar, dastavka xizmatimiz yo'q. Dastavkasi pulli bo'ladi agar kelishilsa. Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Kundan-kun yangi videolar chiqaramiz. Kanalimizda obunachilarimiz soni 50 mingtaga yetganda 3 korpusli plugimizdan bittasini tekinga badarka qilamiz bitta obunachimizga. 100 mingtaga yetganda xuddi mana shunaqa pritsepimizdan bitta obunachimizga tekinga bittasini shunday badarka qilamiz. 100 mingtaga yetganda faqat like, podpiska esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad, charchamanglar.